Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Va sallallohu sallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Sheyx Muhammad bin G'olib hafizahulloh talab ilmda 10 ta vasiyatni, ya'ni bizga vasiyat qildilar. O'shalardan birinchisi bu al-ihlasu lillahi fit talab, ya'ni bilim talabida Alloh subhanahu va taologa ixlos qilishlik, u zotni yuzini istab turib mana shu bilimni olishlik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhallohi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah." Kim Allohning yuzi istab olinadigan o'sha bir ilmni dunyoni bir matohiga erishishlik uchun uni ta'lim oladigan bo'lsa, o'rganadigan bo'lsa, qiyomat kuni jannatni hidini ham hidlamaydi. Ya'ni bu tanbehki o'sha bu bilim talabida albatta ixlos bo'lishligi kerak. Bo'lmasam inson birinchidan o'zini, agar Alloh uchun bu bilimni talab qilmaydigan bo'lsa, o'zini charchatadi, qilgan ishlari chippakka chiqadi va o'zini azobga ham giriftor qilishligi mumkin. Sheyx aytadilar, har bir odamning qadami, ya'ni o'sha talab ilm metodlar, uni qadami deydilar, ixlos bilan bo'lishligi kerak. Masalan, o'sha darsga hozir bo'lganda, darsga qatnashganda ixlos bilan niyatini to'g'rilab darsda hozir bo'lish kerak. Biror bir narsani yodlayman desa, hifz qilaman desa, ixlos bilan bu ishni qilish kerak. Yoki darsini takrorlayman desa, murojaat qilaman desa, albatta bu narsa ham ixlos bilan bo'lishligi kerak. Biror bir foydani yozadigan bo'lsa, masalan, daftarga yo hadisni yozib qo'yadigan bo'lsa, ana shu narsada ham ixlosni hozir qilishligi kerakki, buni o'sha ixlosni tadbiq qilib tahqiq qilishligi kerak mana shu o'rinlarda. Bu niyat o'zi asl oson ish emas. Salaf imomlari aytgandek, Sufyon Savuriy aytadilarki: "Ma alashtu shay'an ashaddu ilayya min niyati dillah." Ya'ni niyatimni muolaja qilishdan ko'ra menga ashaddiroq, qattiqroq, ya'ni og'irroq bo'lgan bir narsani men muolaja qilmadim deydi. Chunki niyatni ishi oson emas, uni ixlosli bo'lib, ya'ni ixlosga harakat qilishlik bu oson bo'lgan narsa emas. Chunki unda nafsga hech qanday nasiba bo'lmaydi. Shuning uchun salaf imomlari o'sha niyatlari ixlosli bo'lishligiga bag'oyat qattiq tirishgan. Xo'p, endi dilda mana shu bobda shu ixlosga zid bo'ladigan, mana shu ixlosni yo'qqa chiqaradigan ba'zi illatlarni zikr qilib o'tdilar. Masalan, talaba dedilar, tazkiyani, ya'ni birovlarni maqtovini yaxshi ko'radigan bo'lsa, odamlarni olqishlarini yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'ziga nisbatan odamlarni nazarini qarashligini yaxshi ko'rsa, maqtovga rag'bati bo'ladigan bo'lsa, tasaddurga muhabbati bo'lsa, ya'ni tasaddur degani bu o'sha hali puxta ilmga ega bo'lmasdan, asos ilmlarni olmasdan turib, belini tutib turadigan bir ilmlarni olmasdan turib, odamlarga chiqib shunaqa bir ommaga dars berishlikni yaxshi ko'radigan bo'lsa, yoki odamlarni o'sha ajablanishliklarini undan istab uni yaxshi ko'radigan bo'lsa, mana shu aslni yo'qqa chiqaradi. Ya'ni shu ixlosga zid bo'lgan narsalarki, talab ilm mana shu narsalardan juda ham yiroq bo'lishi kerak. Ajablanuvchini o'sha qoyil qolishidan yoki maqtovchi kimsani olqishidan talab ilm u narsaga burilmasligi kerak. U narsalarga qiyo ham boqmasligi kerak. Olimlar aytadi, ixlos o'zi nima desa, al-ihlasu an yastawi fi qalbika al-madhu va zam, ya'ni sani qalbingda ixlos, ya'ni ixlos degani bu sani qalbingda maqtov ham, qoralov ham teng bo'lishligidir. Ya'ni maqtov ham, qoralov ham teng bo'lishligi mana shu ixlos deb olimlar aytadi. Shuning uchun talab ilm bunaqa narsalarni, ya'ni tazkiyalarni, maqtovlarni orqasidan yugurmaydi, mashhurlikka intilmaydi, odamlarni maqtovlarini yaxshi ko'rmaydigan bo'ladi. Ya'ni talabi ilm mana shu ilm talabi bilan shuhratga, mashhurlikka bu ilmni vasila qilib olmasligi kerak. Ikkinchisi, demak, ikkinchi vasiyat sheyxdan at-tadarruj fit talab. Ya'ni mana shu bilim talabida zinama-zina, pog'onama-pog'ona ko'tarilib borishlik. Afsuski deydi sheyx, bu bobda ko'p vasiyatlar olimlardan, sheyxlardan bo'lishiga qaramasdan, ko'p talabalar
mana shu yo'lda kamchilikka yo'l qo'yishadi. Mana shu bobda kamchilikka yo'l qo'yishadi. Ayniqsa deydilar o'sha shoshqaloq bo'lgan talabalar, natijaga tez erishishlikni istaydigan shoshqaloq talabalar mana shu bilim talabida yurish-turishda bu ayblar zohir bo'ladi. Tadarruj degani o'zi nima? Ya'ni pog'ona ko'tarilib borishlik bu nima degani deyilsa, kichik, ya'ni katta ilmdan oldin kichik ilmlardan boshlashlik. Ya'ni muxtasar bo'lgan, lavzlari ochiq oydin bo'lgan, oson tushunishlik bo'lgan mana shunaqangi bir muxtasar va asos bo'lgan ilmlar, shular kichik ilm deb ataladi. Mana shulardan asl boshlashlik kerak kattalarga kirishlikdan oldin. Endi talaba natijaga shoshadigan bo'lsa, xuddiki o'ylaydi, u cheklangan vaqtda ilm talab qilaman, cheklangan zamonlarda, masalan 2 yil, 3 yil, 4 yil, ya'ni o'sha zamoni cheklangan deb o'ylaydi-da, natijada o'sha katta kitoblarga kirishlikni boshlaydi. Ya'ni kichik bo'lgan o'sha asos kitoblarni, muqaddima bo'lgan kitoblarni boshlashlikdan oldin katta kitoblardan boshlaydi. Natijada shunaqangi bir xatolikka yo'l qo'yadi va malollanib, ba'zan fahmda xatolikka yo'l qo'ysa, ba'zan o'sha bilimni og'ir ko'rib tashlab ketishlikka sabab bo'ladi va boshqa yana balolar bor. Misol uchun o'sha o'zini bilimdon his qilib qolishligi mumkin. Odamlarga keyin fatvo berishda jur'atli bo'lib qoladi. Odamlarga katta masalalarni gapirishni boshlaydi. Tafsiloti va daqiq bo'lgan masalalarni gapirishni boshlaydi. Vaholanki o'zida hali belini tutib turadigan asos ilmlar yo'q. Muqaddima bo'lgan ilmlarni olmagan bo'ladi. Bu o'sha shoshqaloq bo'lgan talabalarning ahvoli bu. O'zi katta kitoblardan o'sha gapiradi, o'sha kitoblarga nazar tashlaydi, lekin hanuzgacha o'sha deylik kichik matnlarni, kichik bo'lgan asos bo'lgan shu muxtasar bo'lgan kitoblarni hali o'rganmagan bo'ladi, bilmaydi bu narsalarni. Demak, shayx aytadilar, ey talab ilm deydilar, shoshilma deydilar, shoshilma. Yo'l uzun deydilar. Bu yo'lda kunu tun yillar davomida, uzun yillar davomida bilim demak hosil bo'ladi deydilar. Bu cheklangan vaqt bilan bilim hosil bo'lmaydi deydilar. Bunaqa o'ylab qolish kerak emas talab ilm. Ilmdan istifoda qilishlik, ya'ni ilmdan foydalanishlik, uni odamning hayot dasturi, uni odamning yo'lidir. Mana shu hayotidagi butkul bir yo'lidir. Ya'ni ilm tahsili bu to'xtamaydigan ish bo'lib hisoblanadi. Bilim talabi davom etib, hatto o'sha salaflarning shiori bor, siyohdon bilan birga qabrgacha deyishadi. Ya'ni bu insonning vafotigacha, o'ligunigacha bu bilim talabi davom etadigan narsa bo'lib hisoblanadi deydilar. Keyin aytadilarki, o'sha masalan deydilar, olimlarni qarasang deydilar, o'sha yozgan kitoblariga har bir fanda talab ilm uchun darajasiga yarasha yo muxtasar, yo o'rtacha yoki katta bir kitoblarni yozishgan bo'ladi. Talaba o'sha yerda to'g'ri qiladigan ishi nima bo'ladi desa, muxtasar bo'lgan avval kitoblarni olib, ularni puxta o'rganib, keyin pog'ona zina yana ham yuqoriroq bo'lgan o'sha tepaga qarab yurishda davom etadi. Ya'ni bundan oliyroq darajadagi keyin kitobga o'tadi. Ana uni tugatib bo'lgandan keyin yana undan ham oliyroq bo'lgan o'sha mustavasiga yarasha o'sha kitobga demak nima qiladi? O'tadi. Ammo shoshqaloq talabaga keladigan bo'lsak, u hech qanaqa ilmni hosil qilmaydi deydilar. Mana shu shoshqaloq talabalarni demak oqibatiki, bular masalan shoshgandan shu minbarlarga odamlarga chiqib turib, butun bir xalqlarga minbarlarga chiqib xutba qilishlikni, ularga nima deydi, o'sha darslar berishlikni yaxshi ko'radigan bo'ladi, shu narsalarga shoshadigan bo'ladi. Vaholanki o'zida belini tutib turuvchi bir ilmi bo'lmaydi. 3-vasiyat shayx aytadilarki, bu talaba ilmiga albatta amal qilishi kerak. Bu ilmni u nima uchun oladi? O'shani vositasi bilan Allohga ibodat qilishi uchun oladi. Demak, u talabaga vojibki, o'sha olgan ilmiga amal qilishligi. O'zi bu ilm amal qilishligi uchun nozil bo'lgan. Ilmga amal qilmaslik, demak bil aks bo'lgan narsa, ilmga amal qilmaslik bu katta balo va egasiga qarshi hujjat bo'lib hisoblanadi. Oqil odam u ilmni ko'paytirib, amalni ozaytirmaydi.
Keyin shayx bu yerda o'sha Imom Ahmadning bir so'zini olib keldilar. Uhibba an la ada'a sunnatan. Ya'ni masalan men deydi o'sha bitta dona bo'lsa ham sunnatni tark qilmaslikni demak yaxshi ko'raman. Illa amiltu biha. Illo dilla o'shanga nima deydi, bir marta bo'lsa ham amal qilib qo'yganlar Imom Ahmad. Qiyomat kuni ham inson o'sha so'raladigan narsalardan biri bu ilmini qay biriga amal qilganligi so'raladi albatta. Aytadilarki, mana shu yerda shayx bir muhim narsani aytadilar. Tolibi ilmni nasibasi faqatgina matnlarni va kitoblarni yodlashlik bo'lib qolmasligi kerak. Bu musibat deydilar, agarda faqatgina yodlab unga amal qilmaydigan bo'lsa. Sani nasibang deydilar bu bilimdan faqat va faqat o'sha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik bo'lishi kerak. O'zi asosiy maqsad shu. Hasan al-Basri aytadilarki, o'sha paytda salaflar deydilar, bir kishi ilm talab qiladigan bo'lsa, bu ilm uni namozida, yurish turishida, amalida zohir bo'lardi deydilar. Ya'ni o'sha ilm olgan sari amalida bu narsa ko'rinib borardi. Salaflar ilm olgan sayin uni namozida, hirsida, istiqomatida, ya'ni dinda to'g'riligida, uni lafzlarida, ya'ni gapirishida, fikrida o'sha ilmning asari ko'rinar edi. Ya'ni ular ilmiga amal qilishgan. Darhol o'sha olingan ilmni hayotga tatbiq qilishgan. Bu dilla shayx tolibi ilm masalan birov ko'rganda faqatgina tashqi ko'rinishi, kiyimi bilangina ajralib turadigan va birov buni bu tolibi ilm ekan deb aytadigan bir nima deydi, shaxs bo'lish kerak emas. Vaholanki deydilar, asl o'sha zohir, ya'ni tashqi taraf, tashqi ko'rinish bu Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan bo'lgan, u kishi e'tibor beradigan sunnatlardan bo'lgan. O'sha tashqi tarafi go'zal bo'lishligi, bu asl o'sha Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'shanga e'tibor beradigan sunnatlardan bo'lgan. Biroq bu narsani o'zi bilan cheklanib qoladigan, mana shu tashqi ko'rinish bilangina o'shan bilan to'xtab qoladigan tolib ilm degan nomni o'zigina bo'lib qolishi kerak emas deydilar, balki o'sha ilmiga amal bo'lishi kerak deydilar. Keyin shayx aytadilar, o'sha tolib ilmni ajratadigan narsasi avomdan deydilar. U lug'ati bilan ajraladi deydilar. So'zlarni tanlashi bilan, go'zal so'zlashi bilan ajraladi deydilar. Tunda ajraladi u deydilar. Hamma uxlab yotgan paytda u ibodat qiladi deydilar. Kunduzlari bilan u avom odamlardan ajraladi. Odamlar behuda bo'lib o'yin kulgi qilganda bu kitob o'qishlik bilan, matnlarni yodlashlik bilan, o'shanga o'xshash amallar bilan bu demak ajraladi deydilar. Amalga shoshish bilan ajraladi deydilar. Namozda avvalgi saflarda turishlik bilan bu ajraladi deydilar. Odamlarga foyda berish, odamlarga o'sha bilimni berishlik bilan u ajraladi deydilar. Odamlarga yordam qilishlik bilan boshqa avomlardan bu ajralib turadi deydilar. Yordam maydonida doim hozir, ibodatlarda qoyimligi bilan u tolib ilmni topasan deb aytadilar. Ya'ni har bir jabhada bu tolib ilm ilg'or bo'lib, ilmiga amal qilganligini topasan deydilar. Mana shu haqiqiy tolib ilm deydilar. Hatib al-Bag'dodiydan demak o'sha vasiyat keladi. U kishi aytadilarki, rahimahulloh, yanbaghi li tolibil ilmi an yatamayyaza fi ammati umurihi an tara'iqi al-awam. Ya'ni tolib ilmga lozim bo'lgan narsa shuki, o'sha avomni nima deydi, avomni yo'llaridan, ya'ni oddiy xalqi yo'llaridan u o'zini umumiy omma bo'lgan ishlarida ajralib turishligi lozim bo'ladi deydilar. Va agarda u ajralmaydigan bo'lsa, unda ne foyda bu? Tolib ilm shunaqaki dangasalarning holatidan yiroq bo'ladi, fosiqlarning holatidan uzoq bo'ladi. Chunki bu ilm shunaqaki kunduzi kiyib, kechasi yechib qo'yadigan bu kiyim emas bu. Bu o'sha yengiltaklarning yengiltakligidan, dangasalarning dangasaligidan, fosiqlarning holatidan yiroq bo'ladigan odam bo'lib hisoblanadi. 4-chi vasiyat bu tavozi, ya'ni tavozi bu o'zini past olishlik, hokisorlik deb aniq qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim Alloh uchun tavozi qilsa, o'zini past olsa, uni Alloh albatta ko'taradi deydi Nabiy sallallohu alayhi vasallam, uni darajasini ko'taradi. Inson ilm talab qilgan sayin uni demak tavozisi o'zi asl oshib boradi. Bu bilim bil aks odamlarni ya'ni odamlardan o'zini katta olishlik uchun sabab bo'lmaydi bu.
ularga takabburlik qilishlikka, o'zini katta olishlikka bu bilim sabab bo'lmasligi kerak. Bil'aks, u odam bilim olgan sari tavozisi oshib borishlik lozim bo'ladi. Mana shu haqiqiy talab ilm. Va sheyx boshqa joyda bir aytadilarki, eng bilimi ko'p talab ilm bu eng tavozili talab ilm bo'ladi deb aytadilar. 5-chi demak vasiyat sheyx aytdilarki, rabboniy bo'lgan olimlarni lozim tutishlik dedilar. Ya'ni ularni ilmiy meroslaridan foydalanishlik, ularni majlislarida qatnashishlik, ularni fatvolarini, ularni maslahatlarini, ularni nasihatlarini va ularni kitoblari, zapslaridan foydalanishlik, ularni lozim tutishlik va ular o'sha hayotda bizga beradigan nasihatlarga amal qilib, ulardan ajralmaslik, ularni lozim tutishlik. Mana shu 5-nasihatlar. 6-nasihat bu muhimlardan biri, eng muhimlardan bu sabr. Haqiqatda agarda talab ilm sabrsiz bo'ladigan bo'lsa, u bilimni hech narsaga erishmaydi. Umuman o'zi sabr bu dinni, ibodatlarni har bir jabhasida sabr kerak. Masalan, ertalab bomdod namoziga turaman desa ham odamga sabr kerak. Roza tutaman desa ham odamga sabr kerak bo'ladi. Haromlardan tiyilaman desa ham odamga sabr kerak bo'ladi. Umra, haj qilaman deydigan odamga ham demak u sabrga muhtoj bo'ladi. Va hokazo har bir jabhada sabrga muhtoj bo'ladi. Va ayniqsa bu talaba ilmda sabr juda ham ulkan sifatlardan bu talab ilm. Bil'aks, sabr yo'qligi shunaqa narsaga olib keladiki, bu talaba ya'ni talab ilmni yo'lini to'sib qo'yadi. Ya'ni talab ilmni mana shu bilim talabidan kesib qo'yadi. To'xtab qoladi talab ilm agarda unda sabr bo'lmaydigan bo'lsa. Ya'ni u o'sha sabrsizlik qilib malollanadi, oz vaqt ilmda yurib, keyin to'xtab qoladi. Tashlavoradi ilmni. Bu o'sha nimani dalolati desiz, sabrsizligini dalolati. Bir kitobni boshlaydi-da, uni oxiriga yetkazmasdan so'ng to'xtatib qo'yadi. Bir shayx bilan darsni boshlaydi-da, uni oxirigacha yetkazmasdan yana to'xtatib qo'yadi. So'ng o'sha darsdan uzoqlashadi. Yoki bir nima deydi, bir narsani yodlashlikni yoki bir kitobni o'qishlikni boshlaydi, oxirigacha yetkazmasdan turib, o'shani tashlab qo'yadi, to'xtatib qo'yadi. Ya'ni bu o'sha sabrsizligini belgisi bo'lib hisoblanadi. Bu ko'p ko'chib yuruvchi shaxsga ham o'xshaydi. Ya'ni sheyx aytadilar, o'sha bir kitobdan ikkinchi kitobga, bir majlisdan ikkinchi majlisga, bir sheyxdan ikkinchi sheyxga ko'p ko'chib yuradi, natijada hech narsaga erishmaydi. Qaytangi bu talab ilmda sabr va sabot bo'lish kerak. Ya'ni sabot degani bir narsada puxta, sobit qadam bo'lib turishlik kerak, oxirigacha uni yetkazishlik kerak. Olimlarning so'zi bor, man sabata nabat deydi. Kim sobit bo'ladigan bo'lsa, bir narsani puxta oxirigacha yetkazib, o'sha qadami o'sha yerda sobit bo'lib turadigan bo'lsa, o'sadi deyshadi. Xo'p, sheyx aytadilar, kitobni boshladingmi, oxirigacha tugatasan deydilar. Bir narsani yodlashni boshladingmi, uni oxirigacha komil qil deydilar. Ko'p ko'chirishli deydilar. Masalan, bir kitobni birinchi 10 varog'ini o'qiydi, to'xtatadi, boshqa kitobga o'tadi. Uni ham 5-6 varog'ini o'qiydi, malollarni uni ham to'xtatadi, yana boshqa kitobga o'tib ketadi. Bu ko'p ko'chishlik bo'lib hisoblanadi. Har safar yangi holatdan boshqa bir holatga o'tishlik, bunaqa odam aytadilarki, ilmdan biror narsani hosil qilmaydi deydilar. Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Qur'onda aytadiki, "Vasbir nafsaka" dedi. Ya'ni nafsingni o'sha sabr qil deydi. Zuhriydan shunaqa so'z keladiki, "La yunalul ilmu bi rohatil jasad" degan, va boshqa salaflardan bu so'z keladi. Tanani rohati bilan ilmga erishilmaydi. Ya'ni sen talab ilm bo'lishni istaysan-ku, lekin ko'p uxlaysan. Talab ilm bo'lishni istaysan, biroq yod olmaysan. Talab ilm bo'lishni istaysan, o'qimaysan. Ilm darslarida hozir bo'lmaysan. Mana shu ilmni mashaqqatlariga sabr qilmaysan. Yodlashlik, kitob qirot qilishlik, murojaat qilishlik bu nafsga umuman yoqmaydigan narsalar. Lekin talab ilm mana shu narsasi bilan ajraladi. Shu bilan u bilim talab qiladi. Mana shu bilan u ilmga hosil bo'ladi. Demak, kim sabrdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, yana nima natijalarga olib keladi? Masalan, sabrdan yiroq bo'lgan odamni ko'rasanki, fatvoga jur'atli bo'ladi. Holi o'sha o'zi bilmaydigan narsalarga ham fatvo berib tashlashi mumkin. Va yoki o'ziga loyiq bo'lmagan narsalarni gapirib fatvolar berishi mumkin. O'zini demak darajasiga, o'zini manzilati emas bo'lgan narsalarni gapirib yuborishligi mumkin.
yokida o'sha belini tutib turadigan ilm bo'lmasdan turib odamlarga ommaga chiqib turib ya'ni tadris qilib odamlarga dars berishlikni boshlaydi. Shunga o'xshash narsalarga demak shoshqaloq bo'ladi. Bu o'sha sabr yo'q ekanligi. Katta ilmlarni gapirishni boshlaydi, natijada u xato qiladi, xatolarga kirishlikni boshlaydi. Bu demak shu xatosini natijasi nimada? O'sha ilmda sobit bo'lmay sabrning yo'q ekanligi mana shu xatolarga kirishlikka sabab bo'ladi. 7-chi vasiyat bu vaqtni muhofaza qilishlik. Bu ham muhim bo'lgan narsalardan. Afsuski hozirgi odamlarning nazdida bu vaqt bir yengil, qadr qimmatsiz bir narsaga aylanib qoldi, lekin vaqt bu o'tib ketgan narsa, boshqa qaytib kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo uni vaqtni ulug'lab, ana shu Qur'onda bir necha o'rinlarda o'sha vaqtdan qasam ichganini biz nima qilamiz? Topishligimiz mumkin Qur'onda. Shuning uchun sahobalar ham demak umri qisqarib, vaqti o'tib, amali ziyoda bo'lmasa o'sha kunda, masalan bir kunki o'tib ketdi, quyosh botdi. Ana shu quyosh botgan kunda, undan oldingi kundan o'sha amali ziyoda bo'lmagan topadigan bo'lsa, ana shu narsaga nadomat chekkanchalik boshqa narsaga nadomat chekishmagan ular. Ya'ni bu mana shunday qilib sahobiylar o'zlarining nafslarini sarhisob qilishgan, vaqtlarini muhofaza qilishgan, behuda ketmaslikka harakat qilishgan. Ayniqsa bu narsa yana ham ta'kidliroq bu tolibiy ilmgadir. Uni vaqti o'ta qadr qimmatli. 8-inchisi bu demak qiroat qilishlik, bu kitoblarni o'qishlik. Shunga vasiyat qildilar o'sha talaba ilm va qiroat qilishlik. Shayx aytadilar, ilm talabida, ya'ni bilim, ya'ni tolibiy ilm kitob qiroat qilmasligi, ya'ni kitob o'qimasligi u tasavvur qilinmaydigan narsa deydi. Tasavvur qilish bu mumkin emas bo'lgan narsa deydi. O'sha kitobni o'qib turishlik, uni kitobni takror keyin muzokara qilishlik bilan unda bilim qoladi. Bil aks, Zuhriy aytadilar, ilm deydilar unutishlik bilan ketadi deydilar va muzokarani tark qilishlik bilan ketadi. Va tarkil muzokara deydilar, o'sha muzokara o'zaro bir-biriga shu narsalarni aytib turishlik, masalan, o'rgangan, yod olgan bilimlarni o'zini o'sha sheriklari bilan uni ulashib turmasa, kimgadir aytib bermasa yoki kitobni doimiy suratda olib takrorlab uni muzokara qilib turmaydigan bo'lsa, ilmni yo'qotadi deydilar. Ya'ni shayx aytadilar, ilm bu muroja qilishlik bilan, ya'ni kitobga takror kirishlik, bu kimga mana shu yod olgan narsasini aytib berishlik bilan birinchidan, ikkinchidan qiroat qilishlik, o'sha kitobni o'qishlik, muzokara va shu bilan davomat bilan o'sha ilm demak talabiy ilmda qoladi deb aytadilar. Keyin o'sha ba'zi olimlar so'zini aytdilarki, mana shu ilm qanaqa qilib yod olinadi deyilsa, dirosa qilishlik bilan, bir odamga dars nima qilishlik bilan, dars o'tib berishlik bilan, ikkinchisi va uchinchisi muroja deydilar. O'sha ilmni takrorlab muroja qilib turishlik bilan. 9-inchisi bu hifzul mutun va muhtasarat deydilar. Ya'ni matnlarni yod olishlik, muxtasar bo'lgan, o'sha qisqa bo'lgan matnlarni yod olishlik bilan yod olishlikka vasiyat qildilar. Bu yerda o'sha nima Bag'dodiy rahimahullohni so'zini olib keldilar. Ihfaz fi kulli fannin muxtasaran taqra'uhu ala shayxin dobitin. Ya'ni har bir fanda bir muxtasar bo'lgan matnni yodla deb bizga vasiyat qiladi Bag'dodiy rahimahulloh. Mana shu matnni demak o'z fanida mutaxassis bo'lgan, puxta biluvchi bir shayxga uni o'qib berasan deb aytadilar. Demak, mana shu hifz qilishlik kerak bo'lgan narsalar bu qisqa, muxtasar bo'lgan nima matnlar. Tolib ilm o'sha bilan avomdan ajraladi. Mana shu bilim talabi. Agarda u yodlamaydigan bo'lsa, u ilmga erishmaydi u. Eng avvalgi demak hifz qilib yodlashlik kerak bo'lgan narsalar bu ulumul a'la dedilar shayx. Ya'ni olat ilmlar. Bu o'sha keyinchalik bilimga katta o'sha ilmlarga kirishganda unga qo'l keladigan mana shu narsalarning vositasida u ilmlarni tushunadigan olat ilmlar bo'ladi. O'shalarni birinchi navbatda bu yodlashlik. Bu nahv fanidan, sarf fanidan qisqa o'sha matnlarni yodlashlik, balog'at dedilar shayx, yoki o'sha alohida bo'lgan lug'at so'zlari bo'ladi. Mana shu narsalarga bag'oyat haris bo'lishlik kerak talab ilm. Nahv, sarf shunga o'xshash narsalarni yodlashlik kerak qisqa matnlarni avvalda. Keyin aytdilarki, undan keyin o'sha usulul fiqh, mustalahul hadis
usuli tafsir mana shunga o'xshagan olat ilmlarni oladi dedilar. Mana shularni demak yod oladi dedilar. 10-si demak vasiyatlari bu odamlar bilan go'zal muomalada, xulqda bo'lishlik. Bu o'zi aslida o'sha undan oldingi demak ta'kidlab o'tilgan narsalarning ichidan, ya'ni talib ilm o'zini tashqi ko'rinishi, so'zlashda, amalida avomdan nima qilib turadi, ajralib turadi va o'zini go'zal muomalasi bilan o'zini mana shunaqangi tutishi bilan odamlarni mana shu haq yo'lga fe'li bilan da'vat qilib qo'yishligi mumkinki, namuna bo'ladi, odamlarga namuna bo'ladi. O'zini muomalasi bilan, ota-onasiga bo'lgan muomalasi, bola chaqasi, farzandlariga, qo'shnilariga, ayoliga bo'lgan muomalasi bilan, o'zini sheyxi bilan, ustozlariga bo'lgan muomalasi bilan va umuman o'zini tengdosh va sohiblari bilan bo'lgan muomalada husnul muomalada bo'ladi, go'zal muomalada, go'zal xulq bilan muomala qiladigan bo'ladi. O'sha narsa bilan u ajraladigan bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.